Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan lesson 21 ni olamiz guys. Va matematika darsini bizlar bugun 7-darsni olayotganmiz guys. Okay. Sizlar bilan bugun ratesni ko'rib chiqamiz. Qaranglar, bitta mavzu qolib ketdi. Sizlar bilan bitta mavzuni qoldirib ketyapman. Chunki deganda bu ko'pincha matnli bo'lgani uchun sizlarga qoldiryapman. O'zlaringlar bitta o'qib tushunib olsanglar ham bo'ladi. Misol uchun tomonda increase, decrease deb yozibdi. No, har bittasi o'zlaringlar ko'rib chiqasizlar. Вот exponential va progressive linear growthni o'zlaringlar bitta ko'rib chiqasizlar. Har bittasini ko'rib chiqinglar. Misol uchun sizlarga formula bergan. Ana shuni bitta o'zlaringlar ko'rib chiqasizlar. Har bittasi misol uchun aytdiki y, вот men formulasini ko'rayotgan bo'lsanglar guys. So y a и b t, to'g'rimi? Tak, bizlar hozir ko'rayotgan bo'lsak guys. Okay, har bittasini o'zlaringlar ko'rib chiqasizlar. Misol uchun a b t dedi, to'g'rimi? Значит, bizlarda tak. Hop. Okay. Tak, b bo'ladi. Chunki deganda bu yerda 1,25 bor. No, o'zlaringlar har bittasini ko'rib chiqasizlar. Men har bittasini ham tushuntirmayman. Bugun sizlar bilan ratesni ko'ramiz. Chunki u oson mavzuni men ko'rib bermayman, sizlarga ratesni ko'rib beraman. No. Okay. Hop, sizlar bilan birinchi test oson ekan, guys. Hozir vot examplelar o'zlaringlar ko'rib chiqasizlar, guys. Men ko'rsatib bermayman. No, lekin sizlar bilan ozgina qiyinrog'idan ishlaymiz. Tak. Okay, bo'lmasa bunga qaraymiz. Guys. Ikkinchisiga qaraymiz. Ikkinchisi sal qiyinroq ekan. An electronics company sells computer monitorlarni sotadigan, releases a new model every year. Har doim yangi model ishlab chiqarar ekan, guys. Okay, with each new model, the company increases the screen size by a constant amount. In 2005-yilda the screen was size tak. Qaranglar, 15.5-inchga bo'lgan ekan. 2011da esa 18 shunda bo'lgan ekan. Endi qaranglar, sizlar bilan hozir nima qilamiz, guys? Okay, qaraymiz. Birinchisi ikkalasini ayirib yuboramiz. Ya'ni necha volt inchga ular oshgan. How I can just write. Okay, qaraymiz. 15 debman, guys. Sorry. Okay, guys. 18.5 aha, ayiramiz. Tak, 5dan javobi bizlarda 3 qoladi, to'g'rimi guys? 3 no 3 deb olamiz biz baribir. 3 chiqadi. Endi qolgan qanday qilamiz deb savol bersanglar, qaranglar. Birdaniga javobni hali tanlashga shoshilmaymiz, guys. Bu yerda 3 bor, 3 bor. D ni tanlab qo'ymanglar bunday qilib. Okay, guys? So it's wrong. Nima uchun desanglar, endi yilini qaraymiz. Tak, birinchi kallada ishlab olaylik. Qaranglar, 2011 dan ayiramiz 2005. 6 ni bo'lamiz. 3 bo'lamiz 6 ga. Chunki degan yilni bo'lyapmiz biz. Endi 3 ga bo'lsak, qaraymiz. Tak, bundan bizlar 0 ta olamiz, bu yerga 0 tushiramiz. Va bu yerda celih chiqadida 5 bo'ladi. 0,5 bo'ladi. No, bu 30, keyin yana 0 qoladi. Ayirib tashlasak 0. Okay, guys. Xo'p. Qaysi javobni olamiz desanglar, vot A javobni olakanmiz. No, har bittasi o'zlaringlar ko'rib chiqasizlar, guys. Yokida 5-chisiga qarayotgan bo'lsak, qaranglar. If A apples cost $10, ya'ni qaranglar, olma $10 tursa, which following expressions give the cost
20 apples in the dollars. Qaranglar. No, 20 birinchisi 20. То, что 20 ta apple'ni qaysi biri beradi bizlarga deyapti. 20. Так, и va 20ni men misol uchun bizlar narsa olayotgan paytimiz men misol uchun sizlarga nimani ko'rsatsam. Ha. No, for example, oh, sorry guys. Pastga tushib ketdi. Ozgina, okay. E'tibor bermaymiz, ozgina tushib ketdi, guys. Sorry. Xo'p, men misol uchun, guys, shuni olayotgan bo'lsanglar. Okay. Qaraymiz. Shuni olayotgan bo'lsak, aytaylik narxini, aytaylik bu 10 ming deylik. 10 ming bo'lsa, endi qaranglar, narxi bu o'zi bir dona. Nima qilamiz? 10 mingga bo'lib yuboramizmi narxini? Think. Men misol uchun ikkita deylik shuni. Tak, menda highlighter juda ko'payib ketgan. Mana ana shu ikkitasini ham yana highlighter juda ko'payib ketgan debman, guys. Men 4 ta highlighter. Hammasi 10 mingdan turadi deylik. 10 mingga bo'lamizmi yo 10 ming ko'paytiramizdan 4 ga bo'lamizmi? Think. Okay, guys. Da, to'g'ri. Birinchisi вот summasi ko'paytirib sonidan bo'lib yuboramiz. B bo'ladi, guys. No, har bittasini o'zlaringlar yechib chiqasizlar, guys. Har bittasini. Okay. Har bittasini o'zlaringlar yechib chiqasizlar, guys. Va keyingi dars ratio bilan proportionlarni ko'rganmiz, guys. No, o'zlaringlar yechib chiqishinglarni maslahat beraman, guys. Thank you so much for watching this video and I hope you enjoyed, guys. Goodbye everyone. Take care, guys. Bye. Take care.